Assalomu alaykum, hurmatli asl taxta kuzatuvchilari. Rossiyaning Sivtivkar shahridan bizga 4 metrli ikki xil razmer assortimentda strapelali taxtalarimizdan yetib keldi. Strapelali taxtalarimizni holatlarini ko'rishingiz mumkin. Ovozim yaxshi eshitilmayotgan bo'lishi mumkin kranning ovozida. Shuning uchun hurmatli akalar, hozir holatlarini bitta ko'ringlar. Men videoni oxirida sizlarga полностью ma'lumot aytib ko'rsatib o'taman. Asl taxtani kuzatib boringlar. Asl taxtaga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Okalar, sariq kesgandan keyin olib kelindi. Kachisilarni bitta ko'rishingiz mumkin. Qarana taxtani, juda chiroyli taxta. Kachisiga bitta baho beringlar. Xohlasani donaga, xohlasani kubaga, xohlasani pachkabay. Gaplashaveramiz, aloqa chiqaringlar. Hop, okalar, furalarimizni tushirib bo'ldi. Endi sizlarga razmerlarini ko'rsataman. E'tiborli bo'linglar. Kelgan razmerlarni-yu, zavod bergan razmerlarni полностью hammasini ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar. Uchiga qo'yishga harakat qildim. Endi 1,5 milliga rozi bo'lasizlar. Hop, endi okalar, sizlarga qanaqa ko'rinadi bilmadim-u, lekin menga 18 ga hop, qalinligi 3.4 ko'rsatibdi. Endi harakat qildim. Endi o'zim syomka qilib, podдержка qilib like bosib turinglar-da. Shunaqangi zo'r videolarni qo'yib bertganim uchun narxini ham aytib o'taman. Hop, hurmatli akalar, juda ham kamchilik taxta purish zavod bergan razmerni kamdan kam odam ko'rsatadi. Ko'pchilik mana shunaqangi chiqitgan razmerga hisob kitob qiladi. 10,5 ga 31 ga kelgan. Buni mana ko'rishingiz mumkin. 10,5 ga eni qalinligi 31, ya'ni 15 cm eni, 3.1 cm qalinligi, uzunligi 4 metr. Pachkasida 320 dona bo'ladi, 100% sasna. Hop, bitta pachkasida 4 kuba 166 bo'ladi. Hop, buni полностью xarakteristikasi shunaqa, okalar. Sizlarga полностью ochiq oydin o'yin bo'libdi. Shunaqa mehnatni qadrlab bitta like bosib tursana. Zo'r taxtalar, yana ertaga 4 ta furamiz kiradi. Ularni ham полностью obzor qilib qo'yib ko'rsataman. Hop, okalar, ikki xil razmer degandim. 10,5 ligini ko'rsatdim. Endi mana shu 13,5 ligi. Hozir buni ham ko'rsataman. Sizlar ham qopdi. Hop. Bu 13,5. 13,5 ga 33 ko'rsatdi, xohlasa bu ham farq qilmaydi. Bir kubasini hurmatli okalar $350 ga qilib beraman. Kimga kerak bo'lsa nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Agar donaga necha pul chiqishini bilish xohlasani, bemalol nomerlarga murojaat qilsani bo'laveradi, hurmatli akalar. Skladlarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar. Aytganimda obuna bo'lib, kuzatib turishni davom etinglar. Chotki narxlarda chotki taxtalarni qo'yib ko'rsatamiz. Prosta donaga ham aytib o'tayradim, lekin hozir vaqt tig'iz. Srazu unnida ilhom kelgan paytda srazu video olishga kirishib ketdim, akalar. Shuning uchun donasini qo'ya olmadim. Donasi qiziq bo'lsa, nomerlarga murojaat qilaveringlar. Vaqtingizni ayamay oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.